Menimcha meni bu yerga ochilib ketishimni hech kim ko'rmaydi. Bu yerda jetellar bor ekan, lekin jetellar rostakasim ahmoq. Ular buni sezmaydi ham hattoki. Hozir mashinani shu yerga joylashtirib ketaman. Muhimi meni politsiya ko'rmagan bo'lsa bo'ldi. Hamma janob merga to'g'ri keladi. Men esa suvdan quruq chiqaman. O'zi shunaqa qilganman u doim. Hozir ham mana qilaman. Bo'ldi, endi bu yerda surib olish kerak, chopib olish kerak, qochib olish kerak. Qochib olaman. Ketdim bor, ishlarni ko'raylik. Zerikib o'tirmagandan yo'limni qilaman. Yo barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana joy havasli yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki har doimgidek stop ketmoqim. Qani? Nahotki ketmoqim yo'q, kimdir o'g'irlab ketdimi deyman. Boshi yetmay turgandim. Mayli, hozir yangi ketmon sotib olaman. Buyurtma berib qo'ydim. Endi buyurtmam kelishi bilan sirasi pulni borib, buyurtma keladigan joydan olishim kerak. Menimcha tak $50 edi adashmasam, da $50 bo'lsa kerak, $50 pulimni aytaman. No qimmat bo'lsa kelib turib yana pul olib ketishi mumkin. No to'xtanglar-da. $50, $100, $20 aytaylik. Balki arzondir. Aytgachi, menda promo kod bor edi. $20 ga berib yuboraman menga. Hozir borib biratdan olib kelaman. Jetellar, nima gap? Jo'xa, eshitdingmi? Nimani eshitishim kerak? Janob berdi qara. Nima bo'ldi? Kimdir mashina tashab ketibdi. Oho, BMW mi? Ha, shunaqa. Bilasanmi? Yo'q, bilaman-da, конечно. Kim tashab ketibdi? Bilmadim, lekin juda ham zo'r mashina ekan, uydan qarab tushirib olishni hech kim bilmayapti. Bo'ldi, uni hal qilamiz. Problema yo'q, hozir. Ishimni ko'rib olay, keyin janob Merdiyoniga boraman o'zim. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum. Qalaysan jo'xa? Chotki mana sizga pulingizni berib yuboray, to'xtang. Pulni olib oling-da, men imzo qo'yib ketmabman, to'xtang. Bo'ldi, всё. Короче, hozir ishlarni qilib olishim kerak. Men musur kartoshkalarini qayoqdan olib menga berib qo'yyapti. Yaramas qishloqi. Bu menga nima kerak musur kartoshkalaring? Polizdagi ishlar qilaylik. Jetel, nima qilyapsan? Polizlarni qarab o'tiribman. Juda ham zo'r ekan-a? Zo'r, nima qilibdi? Ber. Senga bersam o'zimga qadar qolar keyin. Ikkalamizga yetadi shu. Yo'q, yetmaydi, bermayman. Bersang nima bo'ladi? Baxil bo'lma. Yo'q, baxillik emas, просто bergim kelmayapti, o'zimga kerak. Chunki o'zim ham yeb icharim degandek o'shanaqalar bor, tushunyapsanmi? Unaqa qilma, iltimos. Yo'q, bo'lmaydi dedimmi? Bo'lmaydi. Hozir borib nari polizimni yurish. Oho, bu yerda ham tomoshabinlar ko'p, Mayli, hozir tez yig'ishtirib olayyin-da. Okey, mana bunisi ham yig'ishtirib bo'ldim. Hozir polizdagi ekinlarni uyni ichiga qo'yib chiqaman, keyin bor janob Merdiyoniga so'rayman, u mashina qayoqdan keldi, kim tashab ketdi, nima tashab ketdi degandek savollar qiynayapti meni. Hozir so'rab ko'raman janob Merdan. Mana u poliz ekinlar shu yerda turaversin, doim shu yerda turadi-ku. Endi esa janob Merdiyoniga borishim kerak. U mashina qayoqdan kelganini aniqlash kerak. Balki jetellar qo'yib ketgandir, yoki janob Merd o'zi. Qalaysan yigitcha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Короче, siz otasimisiz? Otangmi mana u? Ha, otam. Yaxshi. Otangning yoniga borinda. Karosha nima deyotganim? Balki janob Merd o'zi qo'ygandir, qishloqlar tegmasin deb turib, Assalomu alaykum janob Merd. Va alaykum. Qalay jo'xa? Ko'rdingizmi, o'zi tayda emas, ustida qanaqadir BMW turibdi. Ko'rdim, lekin ololmadim. Qanday qilib olmoqchisiz endi? Bilmadim, chiqib ko'rguncha qanaqa qilib olishim mumkin ekan. Bo'ldi, hozir chiqib ko'raman, lekin tushunmadim, qanaqasi olishga tushunmayapti janob Mer. Nahotki qaranglar, bir gap yangi-ku, M4mi, M5mi, nechinchi bu pokoleniya? Kommentariy yozib qoldiringlar, bilsanglar agar, men tushunmayapman to'g'risi, nechinchi pokoleniya ekan bu. Dahshat-ku. Qanaqasi minsa bo'ladi? Minimum bo'lmaydi. Uyni yarmini o'zi ham shunaqa qilib tashlagan, nima qilgan? Uyda ustiga ko'mib ketgan. Buni qaranglar, sportkarmi bu? BMW nahotki sportkar bo'lib chiqsa, tez yuradi-ku o'zi. Men bu tomondan tushmasam, nari tomondan tushishim uchun men to'xtanglar. Nima bo'ldi? Mana. Bu tomondan tushsam pastga tushib ketaman. O'shaning uchun shu tomondan tushdim. Hozir janob Merga aytib ko'raman, qarochi, buni qanaqa qilib tushirishni o'ylash kerak. Janob Merga tushuntirib aytaman hozir. Agar rostakasi buni tushira olsam, keyin mashinani nima qilishni ham o'ylab ko'rish kerak. Mashina nima bo'lar ekan, bilmadim. Men narvonni asta tushib o'raydi. Asta chotki narvon qo'yish kerak ekan. Sen qo'ydingmi? Yo'q, men qo'yganim o'zi bor ekan. To'g'ri, qochib tur. Ko'rsan ham BMW bu axir. Senlar tushunmaysanlar bunaqa mashinani. Janob Mer, chotki mashina ekan, qanday olmoqchisiz endi? Bilmadim, menga mashinani kerak yo'q. Tobim sozlab ber, mashinani o'zingga olsang ol. Rostdanmi? Ha, rost, menga baribir mashina kerak emas.
Bo'ldi, gap yo'q. Mashina sizga kerak bo'lmasa, menga kerak, o'zim tushirib olaman. Bo'ldi, tomni sozlab bersang bo'ldi. Bo'ldi, gap yo'q. Addu shu janob mer, gap yo'q sizga. Hozir men borib turib uyimdan taporim bilan kirkamni olamanda, o'rmondan borib taxta bilan shaxta nima deyapman? O'rmondan taxta, shaxtadan tosh olib kelaman. Nima deyapman? Qofiya yasamoqchi bo'lyapman, o'xshamayapti. Xo'sh, hozir nima eshigimni siqmayapman, semirib ketdimmi deyman. Yo'q, qayerdan semiraman? Hozir ikkalasini olaman va borib resurslarni olib kelaman. Keyin esa u resurslardan foydalanib mashinani tushirib olaman va janob mer tomini sozlab beraman. Hamda keyin mashina o'zimniki bo'ladi. Ya'ni u uchun keyin nima qilsam qilaveraman. Xolisam shaharga haydab ketaman. Shaharda mazza bo'ladi, bilasizlarmi nimaga? U tekis joyda yurishga moslashganda BMW. Hozir buni past joyda qanaqa haydash mumkin, ha? Bo'lmaydi haydab. O'shaning uchun yo'q, qanaqa past joyda deyapman, nima deyapman, ey. Okey, daraxtlarni oldim. 35 ta bo'ldi. Narx o'zi ham bir dona daraxt yetadi menimcha. 35 ta daraxtdan o'zi nechta taxta bo'lib ketadi, qaranglar. 140 ta. Hozir men bu yerdan toshlarni olaman. Tez toshlarni olsam, toshlarni janob mer tomida ishlatib yuboraman. Okey, mana oxirgisi menimcha shu toshlarni o'zi yetib qolsa kerak. Tak tezroq borish kerak. Endi hozir bitta verstak yasab olish kerak. Hammasini taxtaga aylantirib yubordim. Tak verstak. Okey, verstak bor bizda. Hozir tezroq yetib olib, mana shu yerda yasab olay, nima farqi bor? Zina yasash kerak, qarochi. Zina qilib tushirib olaman mashinani. Zina yasaganimdan keyin tomini ustini ham yopib berishim kerak janob merdi. Menimcha qora blok bilan yopsam ham bo'laversa kerak. Paka hozir ko'ramiz, qarochi. Siz borayinda avval vaziyatni qarash kerak, tushirib olish imkoniyatini ko'rish kerak. Agar qiyin bo'lsa tiyinmayman. Vobshe keyin tushiraman. Indamayman. Qochinglar, jetellar, bu yoqda o'ynashmalaring. Tak, men narvonni sindiraymi ekan, nima qilsam ekan? Mayli, men mana shunaqa qilib bo'lsa ham qo'yib chiqishim kerak, nayloj. Tak, chunki bunaqa qo'yib chiqmasam qo'yib bo'lmay qolar ekan. Qoch demayman senga. Qochmaydi bular. Gapni tushunmaydi. Xo'p, mana buni tak, mana shu yerga. Okey. Tak, bu tomon. Mana bu daraxt blokni nimaga olib kelganman? Shuni ishlatib yuborsam bo'ladi. Voy, kallangga yo'g'im, qochib tur. Tak, mana yana nechta qo'ysam bo'lar ekan? Mana shu yerda ikkita qo'yib yuboray, bo'ldi. Всё, chotga. Tak, okey, bu yerga qochlaring, asabga o'ynamalaring, bu yerda turmalaring, ey. Hozir mashina olishim kerak bu yerdan. Tak, obbo, janob men uyini rasvosini chiqardim. Qochib tur deyapman, qoch, ey. Chekkaroqda o'ynash. Nima senga zararimiz tegyaptimi? Ha, tegyapti-da, kanishda qochmasanglar qanday qo'yaman, men bloklar qo'ya olmayapman. Hozir qoch deyapman, ey, nima tushunmaysan gapga. Tak, mana va mana chotgan, endi haydab tushirishim qoldi. Qoch, o'lib ketasan tepada. Hozir bir amallab mashinani minib olsam, keyin mashinani tushirib ketaman. Oy, men qarab, yo qochib tur, yo minib olgin yonimga, birga tushib ketamiz. Bu tushmay. U bila hammasi tom ustiga chiqib kelaveradi. Qochlaring, yo'lga turmalaring. O, yaxshi. Endi asta sal o'ngroqqa borib haydasam, menimcha to'g'ri tushib ketadi. Yo, mashina qaranglar, go'zalligini, o'ta go'zal mashina ekan. Qoch deyapman masalanki, o'zbek tiliga tushunyapsanlar. O'zbek tilini tanlash uchun birini bosaymi yoki? Yo, hammani bosib ketaymi o'zbek tilini tanlash uchun? Okey, hozir buni tak qayerga qo'ysam bo'ladi? Mashinani sekin burib uyimning yoniga haydab boray. Mana shu poliz ustidan haydab o'tib ketsam hech narsa qilmaydi, chunki poliz biror marta, mashina biror marta poliz buzganini ko'rganim yo'q. Xo'sh, doimgidek uyimning yoniga hamma mashinani taxlayman. Bu ham shu yerda turadi. Bo'ldi. Ana endi borib ishni davom ettiraman. Ya'ni janob merdi tomini yopib berishim kerak o'sha kelishuvimizga ko'ra. Ya'ni mashina evaziga tomni ustini yopish. Wow, dahshat chiroyli mashina. Endi menning mashinam bor, yaxshi. Bemalol endi shaharga borib kelsam ham bo'ladi, boshqa narsa qilsam ham bo'laveradi. Qarochi chotki bo'ladi endi. Hozir men uni qaytarib buzib tashlash kerak. Hammasi bularga tayyor yo'l bo'ldi. Chiqib tushib yuribdi hammasi. Mayli, hozir bu zinani yo'q qilib yuboray, keyin tushib chiqib yurishini ko'ramiz birga. Tushib chiqib yura olarmikan keyin? Tushib chiqib yura olmaysanlar. Oy, tushlaring, tush deyapman masalanga, nima tushmaysanlar? Bular qarang, hozir tushib ketaman. Tushib ketdi-ya. Yaxshi bo'ldi. Yo, jitil tushib ketdimi o'zi, blok tushib ketdimi? Men shunga hayron qoldim. Agar sizlar ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib yuboringlar. Okey va tushib ketdi. Oyog'ingga nimadir qilmadimi? Yo'q, hech narsa qilmadi. Obbo, nimadir qildimi deb o'ylagandim. Hech narsa qilmabdi, mayli. Hozir mana bu narvonni qo'yib turib chiqardim, mayli, olib tashlaymanda. Janob mer, men mashinani tushirib oldim. Tomni sozlab qo'y tezroq. Bo'pti, hozir sozlayman. Birinchi tomni sozlash uchun tak narvon qo'yib chiqish kerak bu yerga. Bunisi qanday chiqishim? Uchib chiqmayman-ku, to'g'rimi?
noto'g'ri fikrlayapman. Tak mana bu yerga bittasini bo'ldi qo'ymasam o'zi bo'laverar ekan. Tak toshlarni qo'yib chiqamiz birinchi o'rinda mana bunaqa qilib. Bu yoqqa qo'yish menimcha shart ekan. Shart bo'lmasa bo'lmaydi. Bu qanaqadir g'alati bo'lib qolyapti. Mana uni olib tashlash kerak, bo'lmaydi. Buni ham olib tashlash kerak. Xo'sh, qaranglar-da, hozir men bitta narsaga hozir tushunmayapman. Tak, qanaqasiga qo'ysa bo'ladi hozir? Tak. Hozir bitta tepada blok ortiqcha shekilli. Hozir men buni o'lchab oldim, men ortiqcha ekan. Bo'ldi, endi ko'rish kerak. Menimcha endi cho'tki chiqdi hozir. Yana bitta ko'rib olaman, uzoqroqdan kelib turib. Aytgancha обычный daraxt kerak menga. Borib daraxt olib kelishim kerak. Ja uzoqdan olib kelmayman, mana shu yaqin atrofdan olib kelyapman va nihoyat tak hozir bu daraxtlarni ham taxtaga emas zinaga aylantirib olish kerak. Zinaga aylantirishdan oldin ham taxtaga aylantirish kerak. Taxta bo'lmasa zina bo'lmaydi. Mana tak nechta zina bo'lyapti? 36 ta. Oho, ko'p bo'lib ketdi. Menimcha ortib qolsa kerak, juda ham ko'p bo'lib ketdi. Hozir toshlarni mana bu yerga joylashtirib chiqaman va toshlarni joylashtirib bo'lganimdan so'ng keyin zinalarni qo'yishni boshlayman. Zina bu shifer vazifasini bajaradi. Ya'ni shifer, sizlar nima deydi? Shipr deyiladi, nima deyiladi? Bizda tom ustiga yopiladi, krisha deyiladi, krisha. Mana tak bir tomoni qoldi. Ya'ni bir tomonining bir tomoni qoldi. Keyin ikkinchi tomoni ham bor, eng past tomon. Menimcha past tomonga tushib turib qilsam kerak. O'shalar kallasiga o'zim tashlab yuboraymikan? Yo'q, mayli. Bu marta afv etdim, bular bir qoshiq qondan kechdim. Tamam, yoqqa o'tib turib qo'yaymi? Nima tushunmayapman. Bo'ldi, mana bunaqa qo'yish kerak ekan, tushundim. Mana mayli, pastdan tushib olaman ikkitani. Bo'ldi, всё. Endi pastga tushish kerak. Okey. Mana bu yerda narvon bitta qo'ymagan ekanman, qo'ydim va okey, yaxshi ushlab. Voy, qanaqasi narvondan tushib turib oyog'im durib olgan bo'lishi mumkin-a? Bu g'alati-ku bunaqa bo'lishi. Mayli, hozir mana bu ikkitani olib tashlay. Qochay, senlar o'z asabni toza buzdinglaring bor-ku. Voh, hech nima bilinmayapti. Cho'tki chiqdi, qoch. Janob-mer, qildim hammasini. Bo'pti, borar. Mayli, verstakni olib ketaymikan yo nimadir yasab olish kerak, sandiq yasash kerak. U bitta sandiqni olib turib hozir hamma narsani mana shu yoqqa qo'yib ketaman. Qochlaringga qoch. Kerak bo'lsa olasanlar, xo'pmi? Kerak bo'lsa olamiz, bo'pti o'zi. Kerak emas-ku, lekin kerak bo'lsa olamiz aniq. Unaqa banaqa qilib tashamalaring, kerak bo'lib qolasanlarga ham. Senlar ham baribir ishlatsanlar shu narsani. Bo'ldi, kerak bo'lsa olamiz, rahmat deyapman-ku. Shunaqa bo'lsin, qarochi. Hozir men tezda uyga boraman-da, keyin mashinam bilan aylanaymikan, nima qilsam ekan? Yoki mashina bilan rasmga tushib turib, profil rasmga qo'yib yuboraymikan? Menimcha ana shu noto'g'rimi? To'g'ri fikr. Qarochi, hozir uyimga kirib narsalarni qo'yib olay, kirka tapor deganda keyin qilaman, chiqib rasmga tushishni ham boshqasini ham.